Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan birgalikda kimyo laboratoriyasida oksid, asos, kislota, tuz namunalari bilan tanishib chiqamiz. Bu namunalar bilan tanishish jarayonida biz asosiy o'rganadigan tushunchalarimiz oksid, mana, asos, kislota va tuz. Har bir namuna bilan tanishish jarayonida unga tegishli bo'lgan laboratoriya tajribasini o'tkazib ketamiz va unga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni jarayon davomida aytib o'tib ketaman. Birinchi tajribamiz oksidlarga tegishli. Bu namunamiz esa qora rangli kukunsimon modda, bu mis 2 oksidi. Tajribani bajarishdan oldin men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Oksidlar deb o'zi aslida biror bir elementning kislorod bilan hosil qilgan birikmasiga aytiladi. Bugungi tajribamiz aynan mana shu birorta element sifatida mis elementini tanlab olganmiz. Mana shu misning kislorod bilan hosil qilgan birikmasi, ya'ni mis 2 oksidini hosil bo'lish jarayonini kuzatamiz. Bizga kerakli bo'ladigan laboratoriya jihozlari va moddalar: mis metal bo'lakchalari, spirt lampasi, gugurt, shtativ va probirka kerak bo'ladi. Tajribamizni boshlaymiz. Avvaldan o'rnatilgan probirkamizga mis bo'lakchalarini solamiz. Probirkani o'rnatilishiga ahamiyat berasiz. Probirkani og'zi o'quvchilar yo'q tomonga qarab qo'yiladi. O'quvchilarga yoki yon atrofga ziyon bermaslik uchun. Endi buni spirt lampasida yoqib qizdiramiz. Qizdirish sekinasida aylantirib dastlab, keyin to'g'ridan to'g'ri qizdirishga o'tiladi. Mana tajribamiz o'z nihoyasiga yetdi. Spirt lampasini o'chirdim. Faqatgina qopqog'ini yopgan holatda spirt lampasi o'chiriladi. Mana biz kutgan mis 2 oksidi rangi va kukunsimon modda ekanligi, buni mis 2 oksidi ekanligini isbotlaydi. Buni reaksiya tenglamasini yozib tushuntirib qo'yaman. Aynan oksid hosil bo'lish jarayoni mis elementi va kislorod ta'sirlashib mis 2 oksidini hosil qildi. Keyingi laboratoriya tajribamiz asoslarga tegishli tajriba. Asoslar deb tarkibida metal atomi va bir yoki bir nechta gidrokso guruhdan tashkil topgan murakkab moddaga aytiladi. Aynan o'sha hosil bo'lish jarayonida ishtirok etadigan natriy metali misolida natriy ishqorini hosil qilamiz. Aytib o'tib ketaman, suvda yaxshi eriydigan asoslar ishqorlar deyiladi. Aynan o'sha reaksiya tajribasini hozir ko'rib o'tamiz. Bizga kerakli bo'ladigan laboratoriya jihozlari va moddalar: birinchi navbatda natriy metali va kristallizator idishi, qisqich, laboratoriyada ishlatiladigan qoshiq, qog'oz natriy metalini tozalab olish uchun va albatta himoya ko'zoynagi, chunki natriy metali juda ham faol metal. Boshlaymiz. Dastlab natriy metalini ajratib olamiz parafin ostidan. Olingan natriy bo'lagini qog'oz yordamida tozalab olamiz. Natriy juda yumshoq metal bo'lganligi uchun mana bu qoshiqni orqa tomoni bilan kesyapman, lekin juda yumshoq kessa bo'ladigan metal. Ortiqcha natriy bo'lagini idishiga, parafin ostiga solib qo'yaman va bu olingan natriy bo'lagini
kristallizator idishimizga suv olib, suvga solamiz. Va natriy bo'lagini suv bilan reaksiyaga kirishib, natriy ishqorini hosil qilish jarayonini kuzatamiz. Mana ko'rib turganingizdek, natriyning shiddat bilan suv bilan reaksiyaga kirishi va natriy ishqorini hosil qilish jarayoni. Buni kimyoviy reaksiyasini yozib qo'yaman. Natriy suv bilan shiddat bilan reaksiyaga kirishdida hosil qildi natriy gidroksid hamda vodorod. Keyingi laboratoriya tajribamiz kislotalar sinfiga oid bo'lgan kislota namunalari bilan tanishish. Kislota namunalarini tanishish davomida kislotalarga ham ta'rif berib o'tib ketaman. Kislota deb tarkibida bir yoki bir nechta metallarga o'z o'rnini almashina oluvchi vodorod atomlari va kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddaga aytiladi. Ana o'sha vodorodning metal atomi o'rnini egallaydigan jarayonni, kimyoviy reaksiyasini tajribalar davomida o'rganib ketamiz. Bizga kerakli bo'ladi kislota namunasi sifatida sulfat kislotani oldim. Natriy aktiv metalini oldim. Qisqich natriy metalini olish uchun qoshiq va qog'oz natriy metalini tozalash uchun shtativ kerak bo'ladi. Shtativga o'rnatilgan probirka oldinda o'rnatib qo'ydim, boyagi aytgan tartibimda. Dastlab natriy metalini ajratib olamiz kerosin ostidan. Natriy bo'lagini tozalaymiz. Tozaladik. Endi probirkamizga pipetka yordamida sulfat kislotani solamiz. Mana kislotadan soldim. Boyagi natriy namunamizdan sulfat kislotaga solaman. Shiddat bilan ajralayotgan vodorod. Natriy metali sulfat kislota tarkibidagi vodorodning o'rnini egallayapti. Mana hosil bo'lgan natriy sulfat tuzi va ajrayotgan vodorod. Reaksiya tenglamasini yozib qo'yaman. Sulfat kislota plus natriy sulfat tuzi hosil bo'ldi va vodorod ajraldi. Keyingi laboratoriya tajribamiz tuzlar sinfiga oid tuzlar namunalari bilan ishlash. Xo'sh, tuzlarning hosil bo'lish jarayonini tajriba davomida sizga tushuntirib o'tib ketaman. Tuzlar o'zi tarkibida metal atomi va kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddaga aytiladi. Ana o'sha tuzning hosil bo'lish jarayonini hozir bitta tajriba orqali ko'rib chiqamiz. Bizga kerak bo'ladigan laboratoriya jihozlari va moddalar: sulfat kislota, natriy gidroksid, o'lchov stakani 2 ta, laboratoriya qoshig'i, pipetka, universal indikator va lakmus qog'ozi. Tajribamizni boshlaymiz. O'lchov stakaniga natriy gidroksid eritmasini tayyorlab olamiz. Eritma tayyorlash uchun dastlab natriy gidroksid solaman. Eritmani tayyorlash uchun ustiga suv solamiz. Natriy gidroksid ustiga. Mana tayyor natriy gidroksid eritmasi. Endi bu idishimizga sulfat kislotadan sovolamiz. Aslida pipetka bilan solishimiz kerak. Sizga yaxshi ko'rinish uchun kattaroq hajmdagi o'lchov stakanini oldim. Kattaroq miqdorda kislota solaman. Mana tayyorlab olgan natriy gidroksid eritmamiz va sulfat kislota namunamiz
Endi buni haqiqatdan shu joyda sizga mavzuga taalluqli bo'lgan ma'lumot, lakmus qog'ozini rangi o'zgaradi. Haqiqatdan qaysi ishqor, qaysi kislota ekanligini lakmus qog'ozi o'zgarishiga qarab bilib olishimiz mumkin. Birinchi botirib ko'raman natriy gidroksid eritmasiga. Agar haqiqatdan bu ishqor bo'lsa, lakmus rangi ko'k rangga o'zgaradi. Mana. Demak, haqiqatda bu ishqor. Lakmus qog'ozini agarda qizartirsa, bu kislota namunasi bo'ladi. Mana. Mana. Lakmus qog'ozimiz qizardi. Demak, bu kislota. Endi sulfat kislota va natriy gidroksid eritmasini reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Undan oldin sizga yana ham qiziqarli bo'lish uchun universal indikatorni tomirib ko'raman natriy gidroksid eritmasiga. Rang o'zgarishini kuzatasiz. Universal indikator tomganda agar ishqor eritmasiga tomizsak, ko'karadi. Shu jarayonni hosil bo'lishini kuzatamiz. Ozgina miqdorda tomchilatamiz xolos. Endi rang o'zgarishini kuzating. Ko'k rang nima uchun yo'qoldi? Sizga savol. Bu savolning javobini hozir o'zim izohlab beraman. Tuzlarning hosil bo'lish jarayonini ko'rdik. Aynan natriy gidroksid sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishib, neytral holatga o'tyapti. Ya'ni natriy sulfat tuzini hosil qilyapti. Natriy gidroksid sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishib, natriy sulfat tuzi hamda suv hosil bo'lyapti. Aynan mana shu jarayon orqali hozirgi tajribamizni izohlashimiz mumkin. Diqqat qiling, sizga hozir eng kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman. Mana bunday laboratoriya tajribalarini bajarishda albatta niqobdan foydalaning. Hozir niqobdan foydalanmaganim sababi sizga tushuntirishga qiyin bo'lganligi uchun foydalanmadim. Keyin laboratoriya asboblaridan foydalanish texnika xavfsizlik qoidalariga albatta rioya qiling va albatta ustozingiz bilan birgalikda tajribalarni bajarib ko'ring. O'zingiz aslo urinmang. O'rgangan oksid, asos, kislota, tuzlar anorganik birikmalarning eng muhim sinflariga taalluqli. Bu asos, kislota, tuz va suv qatnashgan reaksiyalar neytrallanish reaksiyasi deyiladi. Ya'ni mana bu asos tarkibidagi metall atomi kislota tarkibidagi kislota qoldig'i bilan birikib natriy nitrat, ya'ni tuz hosil qilyapti. Asos tarkibidagi OH kislota tarkibidagi vodorod bilan bog'lanib suvni hosil qilyapti. Ya'ni vodorod oksidini hosil qilyapti. Mana bu keyingi reaksiyani izohini xuddi mana shu birinchi reaksiyaga o'xshatib izohlab bering qani. Yuqorida bajarib o'tgan laboratoriya tajribamizni biz nafaqat kimyo darsida, balki hayotimizda ham bilib bilmay qo'llaymiz. Masalan, har birimiz oshqozonimizda kechadigan jarayon. Oshqozonimiz kislotalilik miqdori ortib ketsa agar shifokorga murojaat qilsak, shifokor bizga tarkibida kalsiy, magniy bor bo'lgan dorilarni buyuradi. Uni iste'mol qilsak, oshqozonda mana bu neytrallanish reaksiyasi sodir bo'ladi va oshqozon o'zini asl holatida ishlashda davom etadi. Mana shunday hayotiy voqealar sizning hayotingizda ham ro'y berganmi? Bir o'ylab ko'ringchi. Javoblaringizni izohlarda kutib qolaman.